Assalomu alaykum, hurmatli bemorlarmi, obunachilarimiz. Xo'p, qaranglar, bizada bemorimizda implantlar ekilgan 4 ta va bu konstruksiyani mana shunday tushuninglar. Bu og'iz bo'shlig'i, bemorning o'zini tishlari bor. Mana bu yerda ham o'zini tishlari bor va 4 ta implant ustiga oldin balka qo'yamiz. Chunki biz sirkoniy tishlarni qo'ymoqchimiz. Sirkoniy bez balka sinib ketadi. Xo'p, balka qo'yatirmiz va balka qo'yib, buni ustini 5 ta mana shunday tish qo'yamiz. Mana bu sirkoniy tishlari. Mana bu ichida metall bo'lmaydi. Sirti nima bilan jipslashgan bo'ladi. Og'iz bo'shlig'i bilan kontaktda bo'ladi va yoqqan vaqtida mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Defekt katta bo'lganligi uchun mana bu zonalarda sun'iy milklardan foydalanilgan. Xo'p, va bitta adenochka tishga ham mana shunday qilib tish yasalgan. Mana shu holatda. Mana bu endi turishi. Keyin bu narsa og'iz bo'shlig'i bilan har doim maydacha mana shunday vint bilan nima qilinadi? Yopishtiriladi, qotiriladi va xohlagan vaqtda deylik, qanday holat bu xohlagan vaqt? Deylik, mana shularni tagiga vaqti kelib milk qochsa yoki boshqa narsa bo'lsa, hud qilish uchun, tozalash uchun yechib olish mumkin. Bir. Undan tashqari, agar mabodo qandaydir bir jarohat natijasida sirkoniylarni qaysidir bir burchagi sinadigan, uchadigan bo'lsa, o'zi odatda sirkoniyda bu narsa qiyinroq. Lekin mabodo force major qandaydir bir holat bo'lsa, o'sha vaqtda buni yana yechish juda ham oson bo'ladi. Ya'ni polniy seli yechiladi va sirkoniynisini almashtiriladi. Istasak balkasini ham almashtirib tashlab boshqadan qilish mumkin va bu vaqtda bizadan, doktordan ham, kasaldan ham ortiqcha vaqtdan, stresslardan xoli holatda ishlaniladi. Buni yaxshi tarafi multi-unitlar har doim vint bilan yopishishida. Zo'r tarafi shunda. Va bu narsalarning haqiqiy baholari haqida tanishtirib o'taman narxlari bo'yicha. Buni bittasi oddiy tishning ustiga kiygiziladigan sirkoniy tishimiz 1.300.000 so'm. Nimani ustiga kiygiziladigani 2.300.000 so'm bo'ladi. Implant ustiga qo'yiladigan sirkoniyning donasining narxi 2.300.000 so'm. 2.300.000 vaqtida balkasi ham o'zini ichida bo'ladi, stenaning ichida. Agar menga mana bu narsani alohida qilib ber, narxini tushirib ber yoki shunga o'xshagan narsa aylantiriladigan bo'lsa, aytiladigan bo'lsa, bu vaqtda buni narxi tushiriladi. Faqat mana bunga $250, $200 alohida to'lov qilinadi. Ishqilib, bemorlarimizning har xil turlari bor. Nimadandir yutmoqchi bo'ladi, qandaydir bir chegirmalarni olmoqchi bo'ladi va vrachlar tomonidan ular istagan narsa beriladi. Faqat tushunmaydilarki, hech kim bu narsani zararini bo'yniga ola olmaydi. Texnika ham bizga xuddi shunday qiladi. Buni hozir birdaniga qilsa, donasiga qanchadir bir summada narx aytadi, keyin yo kelishtirib ber desa, balki uchun alohida narx aytadi, tamom. Siz stressda, biz ham stressda, hamma stress. Buni arzonlashtirib, tekin qilib yoki boshqa narsa qilinadigan narsa emas bu. Tushunib olish kerak shu narsani. Baribir aylanib, o'rgilib, etagingizdan olib, yoqangizga yopishtirib, xuddi o'sha narxni baribir to'laysiz. To'lanadi. Bu ish shunday ish. Murakkab, qiyin, qimmat ish. Ayniqsa implantning ustiga. Tafsilotlar bilan aytadigan bo'lsak, balki baribir boshqa narsa bu. Bu titan frez bo'ladi bu. LSP emas, oddiy metalldan print qilinmaydi bu. Bu kesib tayyorlanadi. Bundan tashqari sirkoniy oddiy narsa emas. Bundan tashqari vintlar ham har bir narsa pulda mana shu yerdagi. Har bir narsa pul, to'lov. To'lov. Endi har kimning sharoiti har xil. To'g'ri, bu narsani to'g'ri tushunamiz. Bitta tish uchun buncha pul sarflash hammaga ham yoqavermaydi. O'shaning uchun har doim men taklif qilaman, targ'ib qilaman, tishingizni o'z vaqtida sog'ligiga e'tibor qarating. To olinguncha kutib, og'risa ham kutib yurishingizni tavsiya qilmayman. Har doim davolab, tishni saqlab, umrini uzaytirishni
harakatida yurishingizni tavsiya qilaman. Shunday ekan, agar o'sha vaziyatlarga to'g'ri baho bermabsiz, o'zingizni tishlaringizni vaqtida tozalab, yuvib yo saqlamabsiz yoki tishlar uchun foydali oziq moddalar bilan ovqatlanmagan ekansiz, nima deydi? Vrachni aybdor qilish kerak emas. Qanchadir summa zarariga ishlashga majbur qilib yoki boshqa qilib. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Salomat bo'ling, yaxshi ishlang, kuningiz xayrli bo'lsin.